O'zbekistondagi yashirin million dollarlik bizneslar. Tasavvur qiling, odatiy ko'chada yurgan odam yoningizdan o'tadi. Ko'rinishdan oddiy, ammo siz bilmaysiz, u bir oyda siz butun umr ishlab topayotgan pulni ishlab topayotgan bo'lishi mumkin. O'zbekiston ichida shunaqangi yashirin bizneslar borki, ular haqida rasmiy matbuot sukut saqlaydi. Bu videoda siz oddiy ko'zga ko'rinmaydigan, ammo million dollarlar aylanadigan sohalar haqida tanishasiz. Soxta hujjatlar imperiyasi. Bir necha tugmalar bosilishi va sizga diplom tayyor. Hattoki xorijiy universitetniki. Soxta haydovchilik guvohnomasimi? Muammo emas. Bu O'zbekistonda yashirin ishlayotgan eng foydali bizneslardan biri. Qog'ozbozlik va korrupsiya orqali har yili yuzlab odamlar aslida hech narsa o'qimagan holda hujjatlar bilan yurmoqda. Bitta diplom narxi o'rtacha 800-1,5 ming dollar atrofida. Oylik tushum taxminan 50 ming dollar atrofida. Rasmiy hech narsa yo'q, ammo bu tarmoq ichida harakat qilayotganlar aniq. Kontrabanda va chegara orqasidagi savdo. O'zbekistonning Afg'oniston, Tojikiston va Qozog'iston bilan chegaralari doimiy nazoratda bo'lishiga qaramay, maxsus yo'llar bilan milliardlab so'mlik tovarlar olib kirilmoqda. Elektron sigaretlar, dorilar, spirtli ichimliklar va hattoki dori vositalari noqonuniy ravishda olib kirilishi ichki bozorga chiqariladi va bu narsalar orqasida esa juda katta pullar aylanmoqda. Masalan, bitta guruh bir hafta ichida 100 ming dollarlik kontrabanda tovarini sotgani fosh bo'lgan edi. Kriptovalyuta va underground mining firmalar. Kriptovalyutani O'zbekistonda qonuniylashtirish harakati bor, ammo soyada ishlayotgan firmalar undan ancha oldinda. Elektr toki arzon hududlarda, masalan, Qoraqalpog'iston, Buxoro yoki Sirdaryoning ayrim tumanlarida katta sexlar kripto qazib olish bilan shug'ullanmoqda. Ular yiliga 500 ming dollargacha foyda ko'radi, lekin davlatga bir so'm ham soliq to'lamaydi. Eng qizig'i, bu joylar ba'zan yirik tadbirkorlar yoki sobiq amaldorlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Soxta onlayn do'konlar va pul yuvish sxemalari. Telegram, Instagram va TikTok orqali reklama qilinayotgan ayrim onlayn do'konlar aslida mahsulot sotmaydi. Ular sizdan pul oladi, so'ng kechikdi, yo'qolib qoldi deb javob beradi yoki shunchaki yo'qoladi. Bu sxemalar orqali ba'zilar minglab odamni aldab, 100 minglab dollarlar ishlab oladi. Keyin ismini o'zgartirib, boshqa akkaunt ochadi. Shu paytgacha biz sizga O'zbekiston ichida sodir bo'layotgan yashirin, ammo daromadli bizneslar haqida aytdik. Ular nega hanuzgacha ishlayapti? Chunki nazorat yetarli emas. Chunki har doim kimdir unga ko'z yumadi. Ammo esda tuting, har bir firibgarlik oxir-oqibat fosh bo'ladi. Siz bu haqda bilasiz. Endi boshqalar ham bilsin. Bu videoni bo'lishing, balki kimningdir ko'zi ochilar. Agarda sizga bu kabi real, sirli va ochiq faktlar qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Oldinda sizni yanada hayratlanarli haqiqatlar kutmoqda. Uzubi Content sizga haqiqatni aytadi. Faqat tinglang.